To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasida Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tashabbusi bilan zamonaviy kutish zali foydalanishga topshirildi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. To'rtko'l tumani tibbiyot birlashmasida aholiga qulaylik yaratish maqsadida amalga oshirilgan muhim loyiha. Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasining bevosita tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilgan va qurilishi nazoratga olinib, o'z vaqtida foydalanishga topshirilgan zamonaviy kutish zali. Endilikda tibbiyot muassasasiga murojaat qilgan fuqarolar zamonaviy va barcha sharoitlarga ega bo'lgan bu obyektdan bemalol foydalanishlari mumkin. Yangi foydalanishga topshirilgan kutish zali nafaqat keng va yorug'ligi bilan ajralib turadi, balki unda aholining turli ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan qator qulayliklar yaratilgan. Jumladan zalda kutubxonlikni sevuvchilar uchun kutubxona burchagi hamda yosh bolalar uchun bolalar burchagi alohida ahamiyatga ega. Evvelin şu sırttan oturup yine her kim her yerden oturup saya masaya köçüp kesenin izinden gelen adamlar nerede oturarını bilmeyen ana navesin teyinde oturup kışta soğukta digdirip zina payalarda yatıp net ederler. Yani şu rizettiler şu dereceye geldi. Rahmet. Yani hemen herse yaratılgan. Shuningdek bu yerda ovqatlanish burchagi, ayollar va erkaklar uchun alohida ajratilgan dam olish xonalari ham tashkil etilgan. Evvela Xuda hiç kim demege. Şimdi gelegenle o adam oturuşa evvelen bir oturup görgenimiz doktorlar girip Rostanım ilk gün işikte otura dedi. İnan onu görüp özüm heyran kaldım. Alın bir bende balası bilen geledi. No ilaç. Ana karın bala oynaydı ona bir yer boreken. Bir zaman uzalı bala da ona bir yer boreken. Ne fakat doktorlar keserleri kaygırsa izinden gelen halkını kaygırıp şu işlerine başlayıp buyruk bergen prezidentimiz hem evvelam rahmet. Yangi kutish zalining yana bir muhim jihati shundaki, zalda o'rnatilgan televizor orqali tibbiyot birlashmasining jonlantirish bo'limida joylashgan bemorlarni kuzatish imkoniyati mavjud. Bu ayniqsa og'ir ahvoldagi bemorlarning yaqinlari uchun muhim axborot manbai bo'lib xizmat qiladi. Eng muhimi bu imkoniyatlardan foydalanish mutlaqo bepul. Biz Xivadan geldik. 20 günden beri şurada yatibmiz. Açılmasdan burun ko'chalarda yatib yuruvdik 20 günden beri. Qarindoshlarimiz hammasi bor. Xudo shukr bir açıldı. Yatadigan yer, tualet, balniya hamma narsasi bor. Avval sharoiti kutishxonasi bor, kichkina edi, hech kim sig'mas edi ichanday kelar. Hozir bera Xudo shukr hamma sig'adi. Bolalarimiz bilan ham keldik. Bolalardan yer ham bor ekan. Shart-sharoit a'lo darajada. Shu insonni qadrlash uchun nima kerak bo'lsa, shu yerda hammasi bor. Oldinlari bize lisensiyada yotganda, bize bemorlarni olib chiqqanda, tushirganda, kirgizganda qiynalardik. Izdagilar shu lisensiyada o'tirib olardi, yotib olardilar, ko'rpacha to'shab, sovuqda, issiqda. Endi bizga ham yaxshi uslov bo'ldi bu yoqqa o'tgan. Nimaga deganda, bize kirganda, chiqqanda qiynalmaymiz. Ham bemorni izdagilar kirib, eshikning yonida shovqin qilib turardi, ishlab bo'lmasdi. Hozir juda qulay bo'ldi. Bizlarga uchun ham şu bemorlarimiz izdagilar uchun ham muhtaram prezidentimizga katta rahmat. Shunday tashabbuslarni ko'tarib yangi kutish zalining foydalanishga topshirilishi tibbiyot muassasasiga tashrif buyuruvchilar uchun qulay muhit yaratishga xizmat qiladi. Bunday ijobiy o'zgarishlar sog'liqni saqlash sohasida aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yanada oshirishga yordam beradi.